Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz sizlar bilan ustoz elektron joy namozida ishlatishni o'rganamiz. Korobkadan ochib qo'yganmiz. Bizda bunga 3 dona oddiy soat batareykasidan kerak bo'ladi. Buni o'sha chap tomonida, yuqorisida yoqasi bo'ladi, miyasi. O'sha miyasi bo'ladi. Buni ochib, hozir 3 ta batareykani joylashtiramiz. Hozir menda aktivatka yo'qdir. Qaychini ochib oldim. Bulti bo'ladi, o'shani ochasiz. Ochildi mana. Mana plyus tomonlari ko'rsatilgan. O'sha bo'yicha qo'yib, to'g'ri qo'ysangiz ishlayveradi bemalol. Video manfaatli bo'lsa like bosib, uzoq qoldirib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Hamma uchun uzoq qolganlarga yetib borish uchun albatta. Mana onda turibdi, offda turibdi. Onga sursak yonadi. Уже ishlamoqda. Buni yoqib hozir ishlatishni ko'rsataman. Men videoda hozir ko'rsatib ham o'tdim. Agar yana qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, mana eslatma degan joydan o'qib ko'rib olishingiz mumkin. Eslatib o'taman, batareykasi ichida bo'lmaydi, yozilgan bu yerga ham. O'zingiz 3 ta dona batareyka olib qo'yib ishlataverasiz. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, mana shu yerda instruksiya berilgan. 5 ta tilda berilgan. Xullas, joy namozida birinchi yoqish uchun mana shu yoqish knopkasini bosib turamiz. Yonguncha. Mana yondi, endi qo'yib yuboramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi bu bitta knopkalarini tanishtirib o'tiraman. Qaysi nima vazifa bajariladi? O'zi yozilgan. Yoqish knopkasi o'chirishdan shu yerdan o'chiriladi. Keyin bu to'xtatib qo'yish knopkasi. To'xtatib turish knopkasi. Bu ovoz baland qilgach, past qilgach knopkasi. Bu Qur'oni Karim yozilgan bu yerda. Qisqa suralar, o'sha suralarni namozdan tashqari holatda yod olish uchun. Bu azon bor bu yerda. Azon duosi bilan bomdod namozi. Bomdod namozining 2 rakat sunnati, 2 rakat farzi, keyin peshinni 4 rakat sunnati, 4 rakat farzi, yana 2 rakat keyingi sunnati, keyin asr namozi. Asr namozi ham shunaqa. Asr namozini tushuntirib beradi, keyin asr namozi 4 rakat farzini o'qiydi. Bu tushuntirish uchun buni bosasiz, o'qish uchun buni bosasiz. Hammasi shunaqa. Bu bloklab qo'yish knopkasi. Masalan uchun bironta namozni bosib, shom namozini bossangiz, keyin bu ustiga o'qiysiz-ku, shunda buni bostirib ketmasligi uchun, boshqa namozga o'tib ketmasligi uchun bitta blok bo'lib qo'yamiz. Shunda ishlamaydi joy. Undan keyin 5 ta til bor, 5 ta tilda. Qirg'izcha, tojik, o'zbek, russkiy, qozoqcha. 5 ta tilda o'zingizga mos tilda qo'yasiz, keyin ayol erkak ovozi bor. Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa o'zgartirib, keyin duolar bor, arabcha duolar yodlash uchun. Keyin shom namozi bu. Bosasiz, shom namozini tushuntirib beradi, keyin 3 rakat farzini, 2 rakat sunnatini bosasiz, ularni o'qiydi adin. Xufton namozi 4 rakat farzi, 2 rakat sunnati. Undan keyin vitr namozi, undan keyin tahajjud, nafl, qazo, musofir namozi. Bular ham ustiga bossangiz qanaqa o'qishni o'rgatadi. Xullas, Xudo xolasa to'liq tushuntirdim deb o'ylayman. Bu yerda harakatlarni ko'rsatadi. O'sha qaysi vaqtda qanaqa harakat qilishlarini yonib o'chib ko'rsatadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosib, uzoq qoldirib, do'stlaringizga ulashib qo'yishingiz mumkin. Agarda shunaqa joy namozga kerak bo'lsa, bemalol 90lik 870 21 38 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin.